man haqimda ishlayotganmisiz ishchim bo'yicha? Men Rizvon deyman. Tanimyapsizmi? Men sizni masalan birinchi marta ko'rib turibman. Siz mendan bir og'iz so'radingizmi? Men haqimda ishlayotgan chiqishimga? Yo'q, Rizvon bitta mas'ul. Bitta, men masalan shu biznesda hozirgi kunda men bitta o'zimman. Menimcha mendan boshqa hech kim yo'q. Jurnalistsan bor. Shuni hisob qiling. Aynan Bilmayman, Rizvon degan jurnalistni bilmayman. Saytlarda hamma qanaqadir nimadir yozib chiqishyapti men haqimda. Men qarang, oilali odamman. Meni xo'jayinim bor. Siz erkak bunaqa kulmang menga. Kulmaysiz. Yo'q, noto'g'ri tushunganim yo'q. Nima biroq emas, Rizvon degan ism. Bitta sizniki emas. Aytishingiz kerak edimi? Menga telefon qilib, o'tirib olib gaplashing. Yo'q, men o'tirmayman. Siz menga qo'lingizni baqib qilmang, men normal turibman. Nima qilasiz? Men siz hurmatingizni qilib, ayol kishi boshqa oldingizga keldim men. Yo'q, xo'jayinimga birontasini yorganim yo'q-ku. Admin qiling. Admin qiling xohlasangiz. Nimaga so'ramadingiz? Nimaga mendan bir og'iz so'ramaysiz siz bu narsani? Tushunmadim men. Inson bitta sizda emas, Rizvon. Xo'p, menga ko'rsating. Bo'lmasam televiziyaga chiqing deb, men bilan atamaganman boshlanib eting bo'lmasam. Yoki nimadir qilib chiqaring. Yo'q, men sizni sevdim. Men sakrayotganim, men haqqim bor sakrashga. Nimaga meni to'g'rini shunday qilib chiqasiz? Biroq so'rasangiz bo'lardi, men endi bilasiz qancha janjal bo'ldi. Siz mendan yosh ekansiz. Nima degan bu? Men erta gap so'z bo'lib ketishim xohlamayman. Normal yashash xohlamayman odamlarga o'xshab. Bilmayman, chorasini toping, nimadir qiling. Xo'jayingiz bilan gaplashing. Gaplashing bo'lmasa, Yo'q, to'g'ri tushuning. men to'g'ri tushunmayman. Hozir men xo'jayinimga telefon qilaman, hozir gaplashamiz. Siz bilan janjal qilyaptimi? Ha, qilyapti men bilan janjal. Nima ishingiz bor, nima? Menga atalgan bo'lyapti. Ha, menga atalgan bo'lyapti. Normal gaplashing. Normal gap, siz normal gaplashing.